Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mashinamiz Alibekki 2 turbo. Bunga full komplektda propan uстановка qilib berdik. Bunga qanaqa balon ketadi deydi, ko'pchilik qiziqadi. Bunga 42 litrlik chiroyli yaxshi tanlov. Mana 42 mana bu bilan tekis turadi. Mashinamiz gazda ishlab turibdi. Tabloda hech qanaqa nosozliklar yo'q. Mana buni bilganlar biladi, оборот vashi zo'r. Gazda ham hozir normal azob berib haydab ko'rdik. Chotki hech qanaqa ошибкалар yo'q. Kimga shunaqa xatli bemalol murojaat qilasizlar, xudo xolasa ishlaringni chiroyli qilib, ideal qilib bitirib beramiz. 1 yil garantiyalari bilan.